Damas mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinamizdan elektr oborotini qilib beramiz. Mana shu holatda qabul qildik mashinamizni. Bemalol ko'rishingiz mumkin mana. Fonli videolarni kuzatib boringlar. Bitta o'tgan holatlarni qo'yib, bu mashina yangi tartibga qo'yib, apshikalarni alishtirib, xudo xolisa hamma elektr oborotini qilib beramiz. Orqada simlari ham mana ochilyapti. Mana erib ketgan zamekandek bo'lib bor. Bu jonivor erib ketgan, erib. Mana hammasini ochib akkuratni qilib, xudo xolisa to'g'rilaymiz. Orqasini bitta tozalab paratga qolamiz. Bo'lmasa bo'lmaydi. Bu holatda yig'maymiz yangi tartib ketgan. Mana orqasini hammasini patrolga qo'yamiz. Eski patrollaringizni olib tashlab, yangi patrol. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Bu mashina signalizatsiya ustanobga qilib berdik. Ponni elektr oborotini yig'ib berdik. Kelgan holati bilan hozirgi holatini ko'rishingiz mumkin. Mana tabloda hamma svetlar yonyapti mashinamizda. Avariyalargacha ishlayapti mana. Tumankalargacha yonyapti mana. Ko'rishingiz mumkin mana. Salon svetlari mana yonib o'chyapti. Prostoy mashinamizda. Ko'rishingiz mumkin. Palpetkalarni yangi qo'yib, mana signallarigacha ishlayapti mana. Suv sepaganlargacha ishlayapti mana. Dvornilargacha ishlayapti. Mana bu mashinamizda mana orqa faralari ishlayapti, zadniy faralari yonyapti, tormozlar yonyapti, patfanilari mana nomer shinalarga ishlayapti. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz mana. Hozir shundan chexolchiga olib borib apshipkasini lilon bilan soldirib olsalar bo'ldi mana. Tablolar hammasi mana. Salondan svetlarigacha yonadigan qilib qo'ydik. Sizlarga shunaqa xizmatlar bo'lsa, ertasidan akkuratni, sifatli qilib elektr montajini ponni full variantda ishlatib beramiz. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Instagram, Telegram, YouTube kanallarida birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Bu videoni shunaqa damas bor akalarga jo'natib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.